xotin ustiga xotin olish holatlari ham ming afsus ko'p uchrab turibdi. Bu oxirgi paytlarda bu illat juda avjiga olyapti. Bilmayman qayerdan bu paydo bo'ldi. Toshkent shahri birinchi o'rinda. Hozirgi kunda hayotimizda avj olayotgan yana shunday xunuk yaramas holatlarga chek qo'yish maqsadida alohida qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Bu qonunda ZAKS hujjatiga ega bo'lmagan shaxslarga shar'iy nikoh o'qigan har qanday mullaga agar u vallomat bo'lsa ham jinoiy jazo berish qaror qabul qilamiz. Kimni qarasangiz dardi shu. Birinchi hayot rassol chiqyapti. O'zi kalishini yamatib yuradi o'zi. Nafsingga qul bo'lmay o'l, sen birinchi oilangni joyiga qo'yib qo'y. Ahmoq. Birinchi oilani ahvolini ko'rsangiz, bolasi 7 sapoyga yuradi. U kishi ikkinchi xotinni olaman. Ey, sen ahmoq. Sen bu oilangni joyiga qo'yib qo'ysan bu narsani. Yana shunga nikoh o'qiydiganlar bor ekan. Sen nikoh o'qishdan oldin o'yladingmi? Sen shunaqangi chala bilimdon shunaqangi ahmoqlar ko'payib ketyapti. 3-4 ming bersa ikkinchi xotinga nikoh o'qib qo'yadigan, sanaqa razillarni men o'zim bilayman, ko'rasan nima qilaman sen. Shaxsan tumanimizdan inshaalloh 5-6